sensiz yasholmasman. Mayli, farqi yo'q. Agar shunaqa taklif bo'lsa, o'ylab ko'rib qilishimiz mumkin. Chiroyli narsa chiqsa kerak. Muxlislarimni yaxshi ko'raman. Yurtimiz tinch bo'lsin, tinchligimiz bo'lsin. Har doim do'st bo'lib, bir-birimizni yaxshi ko'rib, sevib, bir-birimizga sevgi ulashib yashaylik. Bugungi konsertda juda ham xursand bo'ldim. Xalqning kayfiyati zo'r. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Biz ham kayfiyatimiz a'lo darajada bo'lib yuribmiz kelganimizdan beri. Ayas qal'ada bo'ldik, Shilpi qal'ada bo'ldik. Ajoyib tarixiy tarixini eshitib, ajoyib ta'sirlandik. Ayas qal'aga borib, u yoqning ob-havosi shunaqa maza qildik. Haligi to'yib toza havoda nafas oldik. Juda ham boshqacha ekan havosi. Konsert dasturi ajoyib tarzda boshlab oldik. Sevinch Mo'minova bilan birinchi marta Qoraqalpog'iston Respublikasida Nukus shahrida konsert dasturida birgamiz. Bundan bag'oyatda xursandman. Oldinlari juda ham ko'p kelaman. 10 yildan beri har yili 1-2 marta konsert dasturlari bo'yicha tashrif buyuramiz. Juda ham yoqadi. Taomlari, odamlari, muomalalari, keyin bitta narsa, shuncha yil kelib bo'g'irsoq yemagan ekanman, lekin Ayas qal'ada bo'g'irsoq yedim. Bunaqa bo'g'irsoq Ayas qal'ada bo'lsa kerak. Gap yo'q. Duk urar yurak qo'shig'ini aytdi. Voqjon Isoqov bilan duet aytganini. U 2010-yil efirga chiqqan, efirga berilgan. Bu konsertga oyim qarshilik qildi boshida. Viloyatdan bo'lganim uchun Samarqand viloyatidanman. Sayoq yurmagin deyishdi, lekin oyim qarshiligiga qaramay men keldim konsertga va telefon sohibi bo'ldim. Afsuslanmayman. Sevinch Mo'minovaga omad. O'ylayman qayerda bo'lsam, sensiz hech yasholmasman.